Guys, ketdik. Hop, men hozir mana shu joyda to'liq responsive bilan birgalikda qilmoqchiman. Nima qilishim kerak birinchi? Doim birinchi section ochamiz, undan keyin albatta div ochishimiz kerak va undan keyin nima qilamiz? Ikkita divga bo'linishi kerak. Yo'q, bo'shmasman. Hop, bu yog'imiz nima qiladi? Bu yog'imiz ham alohida div bo'lishi kerak. Qanaqa? Bu yoqda formlar bilan ishlashda eslangdan chiqmasin. Mana tepadagi nomi bor-ku. Har doim label bo'ladi. Uni pastdagi input. Endi bu ikkalasini birgalikda ishlatishligimiz uchun biz bitta div ochaman shu joyga va divning ichiga nima qilaman birinchi? Label paydo bo'lsin. Ctrl V. Uni pastigachi bitta input kerak bizga. Input. Inputda placeholder bor ekan. Tak, Ctrl C va bu yoqqa placeholder Ctrl V. Hop, qolgan hammasi joydami? Da. Bunaqa narsadan nechta kerak menga? 3 ta kerak ekan. Ctrl C va uni oxirida 4 ta deyarli bu div bilan tushadi. Okey, bu yoqqa aytamanki bitta divning ichida nima turibdi? Bu yoqda bitta p turibdi. P emas, p turibdi. Ctrl V, uni pastda nima kelyapti yon tarafda? Button kelyapti. Button Ctrl V. Hop, endi bu narsaga nima qilishim kerak? Har bittasiga alohida klass berib chiqishim kerak. Klass berishim uchun birinchiga aytaman, klass beraman. Qanaqa bo'lim? Forum deylik. Forum. Bu yoqqa o'tgandan keyin forum container va bu yoqqa o'tgandan keyin class forum info va bu yoqqa o'tgandan keyin buni class forum title va p imizga aytamizki forum text. Xo'sh. Bu yoqqa o'tgandan keyin bunga class deyman forum data. Bu yoqqa o'tganimizdan keyin forum call va labelimizga aytamizki forum call nima bo'ladi? Title bo'ladi. Inputimizga aytamizki class forum call input. Va bunaqamizdan bizga nechta kerak? 3 ta kerak edi. Ctrl V. Va bu yog'imizda aytamizki forum call bo'ladimi? Yo'q. Forum call to bo'ladi. 15 minut. 15 minut. Olib chiqaman. Ketdik guys, bizni hamma yoq shoshiltiryapti. Forum call 2 nima bo'ladi? Text bo'ladi. Va pastga o'tganimizdan keyin class deymiz forum call 2 forum call bitta endi degan bo'laradi. Bo'ldi. Hammasi joyida, hamma yoqqa klassni berib chiqdik va hammasini belgilab turib, so'ng o'ng tarafini bosib CSS structure run qilaman va bu yoqqa o'tganimdan keyin birinchi yozadigan narsa nima bo'ladi? Yulduzcha. Margin null, padding null, box sizing water box va pastga tashlayman. Hop, forumga. Orqa fon berish uchun nima qilishimiz kerak ekan? O'tkirbek. Orqa fon berish uchun. Orqa fon qanday beramiz? Background color. Nimaga esimizdan chiqib qolyapti? Orange deb turamiz hozircha. Bizda qaytida open live server qilaman ekan. Open with live server ochilsin. Hop, bizda chiqdi. Birinchi o'rinda ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa padding top va padding bottom tashlashimiz kerak. 60 piksel va pastga 120 piksel. Bu degani nima degani? 60. Padding top 60 piksel. Padding bottom 60 piksel deyman. Nima uchun? Chunki bittasi ikkita. Da, yarmiga bo'lyapmiz. O'zi bu yoq avtomatik bo'lib qo'yibdi o'zining chegarasini, bu yoqda chegara yo'q hali. Shuning uchun ikkiga bo'lgan holatda ishlayapmiz. Keyingisi O'tkirbek orqa fon berish nima ekan? Orqa fon berish. Background color nima ekan? Background color. O'tkirbek, sharmanda qilyapsiz. Nima qildi? Orqa fonimiz bizga tushdi. Endi nima berishim kerak bu narsaga? Uzunligi bor 1311 piksel ekan. Uzunlik berish uchun max width 1311 piksel. Ko'radigan bo'lsak 11 pikselga qisqardi bizda. Endi o'rtaga keltirish uchun biz margin left after, margin right after. Qanaqa o'rtaga keltiramiz ekan?
margin left auto, margin right auto deydigan bo'lsak, o'rtaga keladi. Bo'ldi, bizga yaxshi turibdi hozir holati. Davom etamiz. Birinchisiga orqa fon beraman. Background color red deyman. Ko'radigan bo'lsak bizga chiqdi va ikkalasini bir xil masofani egallayapti. Adashmasam 574, 500 ni bu yoqqacha oladigan bo'lsak, 541, o'rtasidagi 76. Demak 2 ga bo'lsak bo'ladi. Okey. Tepadan aytamanki, 2 ga bo'lish uchun nima qilishim kerak? Begoyim. 2 ga bo'lishim kerak bu yoqdagi ma'lumotimda. Hozir yonma ketma-ket turibdi, 2 ga bilan ajratib qo'yishim kerak. Yana bitta usuli. Display grid. Xo'p, display grid keyinchi. Indan keyinchi deydi. Grid template column. Grid template columns bir fer va ko'radigan bo'lsak 2 ga bo'lib berdi bizga. Endi qaranglar. Qara, bu yoq 571, 541 bo'lsa, bu yoq 574, ikkalasi bir xil uzunlikda emas-ku. Nimaga bunaqa bo'lib oldingiz degan savol bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Xo'p, qaranglar. Men nima qilaman? Mana o'rtasidagi masofa bor-ku, shuni qisqartiraman. Qanday? Tak men aytamanki, tak 574 ayirib tashlayman. Buni uzunligi 541 ekan, to'g'rimi? 541 piksel. Ayiradigan bo'lsak 33 va o'rtasidagi masofa necha edi? 76 ekan. Xo'p, ayiraman 76. 43 ekan. Demak, men nima qilaman? O'rtasidagi gapni 43 beraman. HTML CSS turlab bering. Qolgan keyin gaplashamiz. HTML CSS bo'yicha JS ga o'tish uchun da. Yaxshi o'tdi, o'rgating-da. Ya, ketdik. Bu yoqqa o'tamiz. Xo'sh, tamom. Bizda chiqdi bu yog'imiz. Endi bu yoqda stayllarni shunchaki berib qo'ysak bo'lmaydi, kifoya. Bu yoqni nusxa olamiz, bu yoqqa o'taman. O'tiring Husniddin joyingizga. Nima qilyapsiz? O'tiring joyingizga. Dars bo'lyapti hozir bu yerda. Ishingizni yig'ishtirib keyin darsga kelyapsizmi? O'shaning uchun bu yoqda o'tiring dedim sizga. Ho'yda joy bo'shadi. Boring o'sha yerga borib o'tiring. Ekranga qarab turing keyin. Kompyuter qolaversin. Faqatgina qarasangiz yetadi. To'g'rimi begoyim? To'ppa to'g'rimi? 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 Xo'sh. 20 piksel ekan. Mabodo men yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, ikki kishi gapimga ham qo'shib, ulardan yomon ko'raman. Tak, pastga tushdik. Pastga tutamiz, nusxa olamiz va pastdan Ctrl V, Alt Shift F, buni yon tarafdan sans serif. Font size vazifasi nima ekan? O'tkirbek. Tekstni katta kichikligi. Videolarni ko'rdingizmi? Va, O'tkirbek. Sharmanda qilyapsiz. Xo'p, ketdik. Tamom. Orasini ochish uchun nima qilishimiz kerak begoyim? Gap berishimiz kerak. Necha dedik? 41 piksel dedik, to'g'rimi? 43 dedikmi? Bu yoqqa aytamiz. Gap 43 piksel. Bu yoqda o'taman va orasini bizda ochib berdi. Tak, pastroqqa tushamiz. Dataga aytamiz background color sen gray bo'lib turing. Gray emas. Shuni mana shunaqa rang bo'lib tursin hozircha. Tamom. Hop, bu yoq egallandi bizda. Endi qaranglar. For buni dataga aytamanki, hammasini orasi bir xil masofa ekan, to'g'rimi? 20 orasi hammasi 20 ekan. Qanday qilib bu 20 ni ocha olishimiz mumkin bilan ekan? Qanday? Davay. Flex direction. Boshqa usul, u eskirgan usul. Hammasini orasini 20 pikseldan ochishim kerak. Qanday qilib turib osonlik bilan 20 pikseldan ochishim mumkin? Gap beraman. Qanaqasiga gap beraman buni hozir? Hammasini bitta diyor olib, o'sha diyor ekan. Shundoq ham diyor o'rlagan. Gap ishlamaydi-yu hozir shunchaki o'zini bersam. To'g'ri, usul yaxshi. Divga display flex direction column. Bekzod, nima qilamiz? Nima qilamiz? Nima deysiz unda? Discordda. To'g'ri, hamma hayol boshqa yerda. Qayna, men orasini ochmoqchiman 20 piksel. Hammasini 20 pikseldan ochiq ekan. Qanday qilib orasini 20 pikseldan ochishim mumkin? Qulay usul bilan. Margin flex. Uzun. Nima qilamiz? Ikkita usul bor. Birinchisi grid, ikkinchisi flex.
Da, grid, guys. Grid shunchaki qarang, display grid deysiz. Bo'ldi, grid yozilgandan keyin nima ishlaydi endi bizda? Gap ishlaydi. Gapni 20 piksel deb qo'yasiz. Bo'ldi, ikkita kod bilan da, hal uji. Hayajonlanmang. Xo'sh, endi qaranglar, bu yoqda forum call title turibdi. Orasi ham ochilib qolibdi. Nimaga orasi ochilib qolmay hayronman bunga. Nihoyat nima berdik? Ha, gap berdik, to'g'ri. Lekin nima uchun buni orasi ochildi? Bitta tepaga O'rab turganligi emasmi? forum tag bu yoqqa o'taylik. Forum data birinchi label. Qo'lga rasmi? Yo, callga berib qo'ymadim degan shubha bo'lyapti hozir. Callga berib qo'ydim men. Bunga o'tamiz, buni olib tashlab turib dataga beramiz. O'shanda mana ochib berdi. Endi qaranglar, bu yoq ham xuddi shunaqa ekan. Har bittasining orasi 8 pikseldan ekan. Nima qilishim kerak endi? Grid berib turib, gap beribsizmi? O'rab turganligiga. Da, qaranglar, mana unga display grid bergan paytimda men nima qiladi? Ikkalasini alohida yonma-yon qilib beradi va to'liq qatorda egallaydi. Va ana endi nima qilishim mumkin? Osonlik bilan orasini ochishim mumkin. 8 piksel ekan. Gap 8 piksel. 8px. Bo'ldi. Suyak paydo bo'ldi menda. Yo'q, hech narsa emas endi. Bu yoqqa o'taman, imyani bosaman, bu yoqda bosib turib, title ga Ctrl V, Alt Shift F, buni rangi bor, color Ctrl V, buni yonidan sans serif qo'yib ketaman. Color vazifasi nima, O'tkirbek? Nimani rangi? Hayajonlanmang, o'zingizdamisiz? Tekst rangi. Chota bizning muhitimizga qiynalyapti O'tkirbekchi tushib olishgacha. Bizda baqiraverasiz, "O" deysiz, o'zi kimni eshitib gapingizni tushunib oladi o'zi. Iloji yo'q, shunaqa muhit shakllanib qolgan bizda. O'zi qolib ketasiz, hech kim ko'rmaydi sizni. Shukrullo, line height vazifasi nima edi? Blok qo'ygan. Da. Mana belgilaymiz, shu paytdagi ko'kda vazifasi line height bo'ladi bizda. Blok qo'ygan. Hop, font size vazifasi Salohiddin. Baxtiyor, Salohiddin deyman. Ketdi endi, bechara. Font size vazifasi nima? Tekst katta kichiligi. Font weight-chi? Semizligi. Letter spacing vazifasi nima ekan O'tkirbek? Harflar orasiga masofa. Nima ekan? Nima? Nima ekan? Nima? Qovun orqasidan tarozam surib qo'ydingizmi? Xo'p, buni o'zini paddinglari bor ekan. Tag ko'rgan bo'lsak 10 piksel, 20 piksel. Demak aytamanki, padding inputimizga 10 pikselga 20 piksel paddingdan tushsin deymiz. Bo'ldi, bizga tushdi. Yumaloq bo'lishi uchun border radius 100 piksel deb qo'yarasiz. O'zi avtomatik yumaloq qoladi. Atrofidagi chiziqni yo'qotib yuborish uchun nima qilish kerak? Bizga mana qora chiziq turibdi. Nima qilamiz shundan? Hecham, teydagi chiziqmi o'zi? Borderdan. Bo'ldi. Mana input orqa atrofidagi chiziqda. Buni bosganda buni qora chiziq chiqmasligi uchun nima qilishim kerak? Mana qarang, buni bossam qora chiziq paydo bo'lib qolyapti. Nima qilishim kerak shu chiziq chiqmasligi uchun? Shunda nima qilishim kerak? Nima qilyapsiz siz? Kim? Shukrullo. Nima ish qilmay shug'ullanyapsiz hozir? Atrofingizdagi ikkita bolani o'zingizga qaratib o'tiribsiz. Nima qiziq, shu qadar qiziqki. Sizga qarayapti. Mana shunday o'tirishibdi. Men nima uchun siz betiga o'tkazdim?
Responsivda muammo bor, shuni ko'rishimiz kerak biz. Undan oldin to'g'ri sayt tuza olishni o'rganishimiz kerak. Sizlar o'zim muammolarni olyapsizlar. Keyin hal qilinglar o'zlaringning muammolaringni. Bu yoqda kasal bo'lib yotibsiz. Ular o'zi chaqiryapti meni, yana to'g'ri deb ma'qullab qo'ydi. O'zi chaqiryapti. Istagan qiz sizga gapirib boshingizni aylanib ketavermaydi-yu. To'g'ri. Endi u bola qizga ketdi. Qadringizni biling. Qo'pol misol keltirdimda, iloji yo'q. Doğru sorularda tuzdan var. Yoğurt koşun etsin. Bu arada narsalar açık. Oy. Tak. Savol javobini topolmadik. Tushunmadim. Savol javobini topolmadik yapon. Yuqori qolishim deyapsiz, bosganda. Bekzod Mana. bosgandagi men qora chizib qanday yo'qotaman. Jim turib turing, Bekzodga beryapman. Yo'q. Ey, Az karıştı. Qovun. Az karıştı. bola Gapni eshitib turinglar, men qora chizib qanday yo'qotaman deyapman. Karşı. Bosganimda chiqayotgan qora chizib qanday yo'qotaman. Qolganlar jim tursin, faqat muharramoga. Oshqovoq. Esimda yo'q. Oshqovoq. Nima qilamiz, Muhammad Ayub? Bu ham oshqovoq. Kim biladi? Iflardim men lekin damlashib. Qovunlar. Shunchaki outline-dan desangiz bo'ladi. Ben hayal gidiyordu. Esimdan chiqib qoldi-da. Bo'ldi mana endi. Xo'p, bu yoqqa textga display flex qo'yamiz. Yonma-yon ketdi. Bu yoqdagi tekstning o'zining font stylelari bor. Nusxa olamiz. Ctrl B, Alt Shift D. O'z spanlarga men hozir to'xtalib o'tirmayman rostda. Span emas, A bo'ladi keyin. Tak, yo'q chiqdi. Tak, 20 piksel ekan orasidagi masofa. Nima deysiz? Ustidagi kursor aqsimmi? Yo'q, akbar yomon zipim ketmayapti. Bo'ldi. Rangi color Ctrl B. Color vazifasi nima ekan, O'tkirbek? Color vazifasi. Tekstga rang berish. Qattiqroq. Baqiring, qattiqroq baqiring. Siz ovozni oching mana. Qaytaring hozir. Tekst color vazifasi nima ekan? Orqa fonni o'zgartirishchi. Qattiqroq eshitmayapman. cover. Sizdan so'ramayapman. Tarjimonimiz. Nima ekan orqa fonni o'zgartirish? Nima ekan orqa fonni o'zgartirish? Background color. Qo'rqmasdan gapiring, okay? Xo'sh. Alt Shift F. Guys, ketdik. Bu chalg'inimiz. Va atrofini kengaytirish uchun nima qilishim kerak? Padding. Xo'p, 12 ga 49 piksel ekan. Padding 12 pikseliga 49 piksel. Yumaloq qilib qo'yish uchun border radius 100 piksel. Xo'sh. Buni rangi bor. Tak. Bo'ldi. Xo'p, begoyim ketyapti. Qolganlar jim tursin. Begoyim mana atrofida qora chiziq bor. Qanday yo'qotaman? Mana qora chiziq turibdi. Borderni. Endi qarang, ofis chiqancha olib kelgan paytda kursorim o'zgarishini xohlayapman. Nima qilaman? Mana. Tak. Yo'q. Mana bunaqa bu hech qancha bunaqa o'qib qolsin kelgan paytda.
Nima qilishim kerak? Dona Ay, sichqonlar olganda rang o'zgartiradigan dersizmi? Yo'q, kursor pointer bo'ladi. Dona konstruir qo'ying. Nima deding? Kursor pointer. Davay, 10 gapiz gapiramiz. Nimaga bilmayapsiz? O'zgarish Begoyim so'kaman sizni hozir. Dona o'zgarish bo'lmadi. Mana bo'ldi. Kursor o'zgaryapti mana. Ha. Mishi o'zgardi. Xo'sh. Borganda ona orqasida yozib borib o'zgaradi deb tushundim. Xo'sh. Javob. Va da deyapti. 60 dan ekan. Yo'q. Rostdan. Shunaqami ekan? Yomon input o'chirasiz. Ne yapasan nima? Yumaloq qo'yish uchun Radio. tak border radius 40 piksel ekan. Border radius 40 piksel. Tak, bu yoqdagi ranglar oq ekan. Aytamizki, bunga va bunga colori white bo'lsin. Bo'ldi. Hop, endi bu narsani responsiveligiga o'tishim kerak. Qarang, Ctrl Shift I ni bosaman. Buni yaqinlashtirib kelaman. Nima bo'lyapti? Yon tarafimga nima qilyaptimi? Yon tekstimiz. Yopishib qolyapti begoyim. Endi buni nima qilamiz? Atrofiga Padding 10 piksel. padding left necha? 10 piksel. Begoyim necha? 15. Padding left konteynerga. 20. Nimaga o'ylanyapsiz? Endi o'ylab javob berish kerak, domla. O'ylamasdan javob bersin. Ismingiz nima? O'ylagan. Yo'q, begoyim degan paytda. Ayni u domla ismda. Qaranglar, men mana konteynerda o'ziga orqa fon berganimning hisobiga padding deydi, uni tepadagiga beraman. Okay? Shunaqa paytlarda istisno bo'ladi xolos. Qolgan payt istisno bo'lmaydi. Easy yashaydi. Hop, mana ishlatyapman men. Okay. Mana narsam battinim kattalashib ketib qolyapti. Kattalashib ketib qolmasligim uchun nima qilishim kerak? Muharrama. Qaranglar, hozir begoyim muharrama qarab turinglar. Qolganda eshitib tursin faqat. Yaqinlashtiryapman. Mana tekst kattalashgan sari battin ham kattalashib ketib qolyapti. Battin o'zini holatiga tursin. Qolganda jim tursin deyapman. Nima qilishim kerak? Damingizni olibsiz. Nima qilaman Shukrullo? Gapingizni eshitmadim, ona. Mana tekst kattalashgan sari battin ham kattalashib ketib qolyapti. Nima qilishim kerak yechim sifatida? Shukrullo. Abdumajid nima qilishim kerak? Switch berish kerak emasmi? Nima bo'ldi? Yo'q. Nima? Domla display line bo'lib qoladi. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Shundoq ham flex berib bo'lganmi? Yo, domla inline block. Nima deyapsiz? O'z blok emas, Bilmayman. Nima deyapsiz? Nima domla? Domla shuni videoga olayapsizmi? Nima berish kerak? Olyaptilar. Damingizni olibsiz. Ana bilaman degan bola qani? Dali yetishga chiqmaysa kerak bu video. Aferin, dali başka videolar. Hammaga damizorsiz degan gaplar sifatida. Alijon aytmiz start o'zimlarga ega bo'lish uchun. Nimaga duxingiz berdingiz siz? Yo gapirib turib yo deb bordi, orqaga qaytib bordi. Alijon aytmiz start berish kerak. Alijon aytmiz shunchaki bermaymiz biz. Alijon aytmiz bergan paytingizda flex qilingan elementlar hammasi o'lcham bir xil bo'lib qoladi. Ularni o'zini o'lchamiga egallashi uchun Alijon aytmiz berish kerak. Start, end yoki center. Start degani hammasi tepaga olib chiqsin degani. Agar center qiladigan bo'lsangiz bir-biriga nisbatan o'rtaga olib ko'radi. Okay? Bizga hozir start yaxshiroq. End qilsangiz eng pastga tushirib qo'yadi. Savollar bormi? Yo'q. Ketdik, davom etamiz. Hop, mana shu pikselda men necha yetib keldim? 800 da ham.
yo'q. Tak 960 pikseldan keyin men pastga tushirmoqchiman. Shukrulloh menga nima qilishimni aytib turadi. 960 pikseldan keyin pastga bu tepada qolib ketish kerak. Nima qilishim kerak buning uchun? Media screen max width. Qolganlar jim tursin, faqat Shukrullohning ovozini eshitay. Shukrulloh qattiqroq gapiring. 960 piksel. Nima qilishim kerak endi? Bu pastga tushishi kerak. Nima ma'lumot kerak sizga? Yarimi pastga tushib ketishi. Men yarimi o'rab turganim. Yarimni o'rab turgan divimiz bizda hop forum container. Tushunmadim gapingizni. Ikkalasini o'rab turgan forum container. Hop, nima berishim kerak? Dam hisobsiz. O'zi 2 ga bo'lish uchun nima qildik? Display grid qildik. Hop, grid template column bir farq qo'yamiz endi. 2 ta yozsak 2 ga bo'lib beradi, 3 ga yozsak 3 ga bo'lib beradi, to'g'rimi? Shuni 2 ga bo'lishi uchun nima bitta o'z turishi uchun nima qilamiz? Bitta o'zi qolishi kerak bizda. Bo'ldi, mana ketma-ket tushyapti bizdan. Hop, endi buni o'lchamlarini nima qilamiz? Responsivedagiga moslab qo'yishimiz kerak, paddinglarini ham boshqalarini. Keyingi holat necha bo'ladi endi? 768 bo'ladi. Kichikcha media max width 768 pikselga aytamizki. Begoyim nima deymiz? Responsiveda endi telefon variant qilishim kerak. Shunga o'tkazishim kerak. Nima qilishim kerak buning uchun? Birinchi qiladigan ishim nima ketadi? Mana uni yozib oldim. Endi nima yozishim kerak? O'zgarishlar nimadan boshlaymiz? Donadagi o'rab turgandan boshlaymiz. Dahosiz. Nuqta forumdan boshlaymiz. Forumda tepadan paddingi bor 64, pastdan necha ekan? 64 ekan. Demak necha degani bu? 32 degani. Oldin necha edi? 120 edi. 122 ga bo'lib 60 qilgandik. Endi 60 bo'lib qolibdi o'sha masofa. Endi shu masofani 32 qilyapmiz. Ko'radigan bo'lsak, tepa pastimiz to'g'rilandi. Keyingisi anaqa eshiklarni yo'q. Nimaga o'tamiz endi? Nimaga o'tamiz? Nima qilishim kerak? Responsive endi birinchi sectionga berib oldim. Sectiondan keyin nimaga berishim kerak endi? Nimani? Responsive'da. Konteynerga nimani o'zgartiramiz? Maxi. Damlangni olsa. Max width o'zi atalab max width berdik, u narsa o'zgarmasligi uchun. Hozir nima qilish kerak? Konteynerga o'zingiz bergansiz hamda Mana, shularni berganman. ana naqa grid olamiz farasini. Olib bo'lganmiz u narsani. Padding ishroqdan. To'g'ri. Birinchi paddingni o'zgartiramiz hozir. Paddingi bor atrofidan. Tak, necha ekan paddingi? Hop, 20 ekan. Yana nima o'zgaradi? Nima o'zgarganga o'xshab turibdi hozir bu yerda? Paddingimiz qisqardi. Inputlar qisqargan. Inputlar o'ziga beramiz alohida. Border radius bor bu yerda. Atrofi burchakga qisqargan. Border radius 20 pikselga tushib qolibdi. Aytamizki border radius 20 piksel deymiz. Border radius ham qisqardi. Next. Undan keyin nimaga o'tamiz? Nuqta forum yo'q. Title joyingizga o'tiring. Forum title'ga o'tamiz va forum title'da nimalari bor? Bu yoqda o'zgargan qismlari bor. Font weight oldin ham 600 edi. Tak font size 24 pikselga tushibdi. Bu degani nima degani? Font size 24 piksel bo'lsin degani. Nimani bildiradi ekan bu? 600. Begoyim? Nimani bildiradi ekan bu? Qachon? Qaysi o'lchamdagi? Telefon variantidagi. Xo'p, undan keyingisi line height bizda o'sha holatda qoladi, rangi ham o'zgargani yo'q. Ko'radigan bo'lsak bizda qisqardi.
Pastdan masofasi bormi? Da, masofasi bor. 20 piksel ekan. Nima qilamiz? Margin bottom 20 piksel. Padding faqatgina atroflarga beriladi. Ichkarida 2 minut. Hozir. So'kishlar bo'lmaganda tugardi shu betgacha. Tak. Hop. Tak, olib chiqib kelsa bo'lar ekan. Chaqiringlar bir shavar bilan. Bizga kerak bo'ladi-yu bu. O'zi ham yaxshi yozadi. Ha? O'zi ham yaxshi yozadi. Ular kompyuterlarda. O'zi baqa chaqir bilan e'tiborsiz bo'lasiz. O'zi ovozim gronko yozibdi. Aman, video ovoz yomon chiqqan. Aslida tamomda. Ketdi. Yumshak. Bu yoqda xizmatga buyurib tashlab ketmaylik. Baba bilan yonib professional. Hop. To'polon qilishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Ketdi, guys. Chalg'imang, keyin tozalaysiz. Kompyuteringizni ehtiyotdan qolsangiz bo'ldi. Hop. Bu yog'imiz nima qilmoqchisiz? Yaxshi turibdi, yetib olgani yo'q. O'tiring joyingizga. O'rab bitib qo'ygan yaxshi emas. Shukrulloh, o'tiring joyingizga hozir. Hech kim qimirlamasin. Kichik qo'llansin deb chekishinglar. 16 piksel. Tamom, pastdan orasidagi masofa bor. Qanday qisqartiraman? Nima? Gap o'zgartirmayapsizmi? O, malades. Qaysindagi? Konteynerdagi. Tak, bu yoqdagi gapni ko'radigan bo'lsak 20 piksel ekan. Demak, gap 20 piksel deymiz. O'zidan ashitda hamma yigirma ketib. Da, shunaqa bo'libdi. Xo'sh, bu yoqqa o'tamiz. Endi keyingisi bu yoqda imiyani ko'radigan bo'lsak 16 piksel. Bundan oldingi piksel necha edi? Undan oldin 16 bo'lsa kerak, adashmasam. Da, 16, 8 atrofidagi padding 10 ga 20 edi ekan. Xo'p, demak bu yoqda o'lchimiz 16, pastdan 8, bu yoqda o'zi 10 ga 20, to'ppa-to'g'ri. Hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmaydi ekan bu yoqda. Hammasi joyida. Tak, bu yoqda hammasi kelyapti. Orasidagi masofalar necha bo'lib qolibdi? 20 piksel ekan. Bu ham o'zgarmagan. Xo'p, bu yog'imizni alohida pastga tushirib qo'yishimiz kerak ekan. Qanday holatda? Birinchi button tepaga chiqish kerak ekan, tekstimiz pastga tushishi kerak ekan. Buni qanday qilishni bizga Abdumajid aytib beradi. Qolganlar jim tursin. Abdumajid. Hozir men button tepada qolishi kerak, tekstim pastga tushishi kerak. Nima qilishim kerak buning uchun? Display flexda anaqa flex direction column. Nuqta forum text 2 da. Xo'p, bunga nima berishim kerak? Flex direction column. Flex direction column. Button pastga tushib qoldi. Menga button tepada kerak. Batanga o'zingizga Jim tursin qolganlar. Abdumajid o'zida mikrofon. Text gibi. Button. Shukrulloh, nima qilamiz? Maytaga hozir narsa ikkalasi yomon kelyapti. Button tepada, tekstimiz pastga tushishi kerak. Nima qilishimiz kerak buning uchun? Display flex çok qo'shiq. Nima qilamiz? Begoyim, nima qilamiz? Button tepada qolishi kerak, tekstim pastga tushishi kerak. Nima qilishim kerak buning uchun? Kimda yechim bor? Tamiz olsiz. U sig'magan elementni pastga tushirib yuborish. Bu naborot button tepaga, u tekst pastga tushishi kerak. Nima qilamiz? Sizga aytyapman. Menga Bilmaydigan savollar bo'lsa, shuni o'tkazib yuborasiz. Peki savol zo'rlar. Yo'q ekan mana. Men dedim-da. Kalomni boshqa bo'ladi. Column reverse bo'ladi mana. Verejonni Kalom reverse ekan. Endi buni button to'liq qatorda egallash uchun nima qilishim kerak? Inline. Display block bo'ladi. Alijan stop.
Tak. So'zlar o'zi e'tiborga egilishi kerak yo'q. Nimaga hozir bunaqa bo'ldi? Kim tushuntirib beradi? Bits vermay. Matnni o'ziga beryapsiz, so'zga o'ziga Normal beryapsiz. bo'lgani uchunmi? Normal o'ziga tushdi. Hali start berib qo'yganingiz uchunmi? Ma'qul o'tdi. Keyin nima qildim o'sha narsani? Start berganingiz uchun. Sen to'lash kerak shuni. Qaranglar. Bundan oldingi holatda biz nima qildik? Balandliklarni o'zini xohish o'ziga teng balandlikda egallash uchun nima qilgandik? Alligin item start bergandik, to'g'rimi? Endi o'sha narsani, ya'ni alligin item startni, alligin itemni normalga o'zgartirib, uni o'chirib qo'ydim men. O'chirgan holatda nima edi? Balandliklar bir xil bo'lib qolayotgan, to'g'rimi? Endi buni reverse, column reverse hisobiga balandlikni endi uzunlikka almashtirib qo'ydim. Endi mana P bilan ikkalasining uzunligi bir xil bo'lib qoladi. Va buttonga aytiladiki, button deyiladi. Nuqta form btn text line center of pass deyiladi. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, hammasi joyida. Va bu yoqqa o'tkazsak ham text. Savollar bormi? Yo'q. Mana shu narsamiz responsive bo'lamiz. Bo'ldi. Hamma holatda perfect holatda ishlayapti. Bizda perfect Yigit olinmagan bir yozgan nima deb xudo chiqadi. Perfekt.